Orqamda turgan qum bilan 260 litrli Xitoy mishalkamizni sinab ko'ramiz. Kitobida 200 kilo, 300 kilo og'irlikdagi yuklarni bemalol aylantiradi deb yozilgan. Hozir shuni test qilib o'tamiz. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 to'ldi. Yana ko'rib turganingizdek qumni to'la liq qilib soldik. To'xtab qolgani yo'q, aylanyapti. Endi bir lapatka qumimiz necha kilo chiqishini tarozida o'lchab, hisob-kitob qilib ko'paytiramiz. 40 lapatka soldik. Tekshiramiz. Ko'rdinglar, lapatkada mana shunaqangi to'ldir soldim. Endi buni tarozimiz bor mana yerda. Taroziga qo'yib tekshirib beramiz. Yondi. Taran chiqarib olamiz. Tarozi jichcha xiraroq ekan, ko'rinyaptimi? 6 kilo 300 gram. Endi 6 kilo 300 gramdan 6 kilo 300 chiqdi. Bitta lapatkamiz og'irligi 6 kilo 300. Ko'paytiruv 40 ga 252 kiloni bemalol aylantirdi. Agar 300 kilo ves bo'lsa ham aylantiradi agar sig'sa. Albatta hali shag'al, tosh, shebenlar qumdan ko'ra og'irroq o'tiradi. Uni 300 kilogacha bemalol aylantira oladi. Bu degani 2 karavalarda bittada tayyorlab beradi. Mana akalar ko'rganinglardek, mishalkamizni test qilib sinovdan o'tkazib ko'rdik. Xitoyning mishalkasi chidamsiz, aylantira olmaydi, to'xtab qoladi deydiganlarga isbot qilib chiqarib qo'ydik. Bemalol xizmat qilaveradi. 4 yil, 5 yillab xizmat qiladi, xudo xolasa. Sizlarga ham shunaqangi mishalkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Respublika bo'ylab dastavka xizmati bor. Bepul yetkazib beramiz.